Salom hammaga, bugun sizlar bilan yana pomadalar obzorini qilamiz. Qani ketdik. Turmush o'rtog'im yaqindagina menga Entropy brendidan mana shunaqa ikki xil rangli pomadalarni sovg'a qildilar. Men o'zim tanlab oldim bu ranglarni. Bu unaqa bilinib turadigan yarki pomadalar emas, yaltirab turadigan balzam sifat pomadalar hisoblanadi. Kelinglar bularning rangini bitta-bitta ko'ramiz. Birinchi bularning narxini aytadigan bo'lsam, arzon brend emas bu, lyuksovый brendlar qatoriga kiradi. Koreyaning brendi bu ham. Vonda 20 ming vondan ozgina oshiqroq, dollarga hisoblaganda plus minus 14 dollarga aylanyapti bitta donasi. Kelinglar, biza hozir sizlar bilan 2052 sirop degan rang ekan bu. Shuni sinab ko'ramiz. Mana shunaqa, mana rangi ko'rinyapti degan umiddaman. Aytgancha, men yuzimda hozir nima bor? Foundation, ya'ni BB kremlar, hamma narsa surilgan, faqat shu pomadani sinab ko'rish uchun labimni qoldirdim. Mana qizi. Bilyaptimi? Aytganimdek, bu yarki pomada emas, bu yaltirab turadigan balzamli pomada. Menga yoqdi. Buni, конечно, agar yarki pomadalar bor-ku, qizil yoki rozovый yoki umuman har doim o'zingiz suradigan pomadalarning ustidan sursanglar, mana shunaqa yaltirab, chiroyli effektni berib turadi. O'chirib tashlaymiz. Keyingisi 499 C satin degan rang ekan. Men shuni sevdim, lekin hali ishlatib ko'rmadim. Rangini lekin sevdim, mana qaranglar. Shokoladniy. Wow. Bilyaptimi shokoladni tsvetligi? Buni tegidan pomada surib o'tirishingiz ham shart emas. Tabiiy meykapni beradi, qaranglar. Voy, aytganimdek, mana shu rangini men sevdim. Bu uncha bilinmadi. Buni tegidan pomada surish kerak meni nazarimda, chunki uncha bilinmadi-da rangi. Men bunida shunda o'zini sursanglar ham bo'ladi yoki pomadaning ustidan yaltiroq berish sifatida sursanglar ham bo'ladi. Ikkalasi ham yoqdi qizlar. Konsistensiyasi juda ham zo'r qizlar. Keyin yopishqoq emas. Bir xil yopishqoqligi shundoq bilinadi-yu, mana. Labim shunaqa olmay yopishqoq emasda. Endi конечно, agar sochinglarni yoyib, tam bir nima qilsanglar, sochinglar yopishib qoladi labinglarga. Endi menda hozir ro'molim bor, ro'moldaman. O'shaning uchun menda u tomondan problema yo'q. Lekin o'sha umumiy qilib aytadigan bo'lsam, konsistensiyasi juda ham zo'r. Labda bunaqa bichillab qolmayapti. Endi qizlar, bu pomadalarni qancha vaqt turib berishini sinash kerak. Mana bugun surdim. Qani ko'ramiz qanchaga yetarkin.